Assalomu alaykum, Stroy bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bizni bazamizga yangi kelgan Xpress mahsulotlari yetib keldi. Bu mahsulotimiz O'zbekistonda hali yo'q edi. O'zimiz xudo xolasa olib kirdik. Endilikda bu mahsulotni siz Stroy bazadan ham topishingiz mumkin. Eng qizig'i juda ham arzon narxlarda. Videoda oxirigacha ko'ring, narxlarni oxirida aytamiz. Xo'p, bu mahsulotimizga keladigan bo'lsak, Xpress hisoblanadi. Pinaplex yangicha hali kачествосiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, kamera chakamiz, uni olib kelib ko'rsatamiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak, juda ham qiziq savol. Bu tarafi 0,59 bo'ladi. Bu tarafiga 1,19. Ya'ni bir donasi 0,7 kvadrat tashkil qiladi. Narxlarni aytganimda videoda oxirida aytaman. Lekin sifatiga keladigan bo'lsak, anchagina mo'shning. Qalinligini ham ko'rsatib qo'yaylik. Qalinligi qalin mana. Sabzavor. Anchagina mo'shning mahsulot. Ancha-muncha Pinaplexga o'xshagan, ya'ni har xil tovarlar bilan bemalol solishtirib raqobatlashtirib ko'ramiz. Hech qanaqa gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bu ham xuddi shunaqa. Bu nechalik razmer aka? Uchligi, xudo xolasa, juda ham chiroyli qilib ishlashgan. Mana ko'rib ko'rasiz, qalinligini ham mana. Hech narsa. Ko'rsanglar bo'laveradi bemalol. Faqatgina Stroy bazadan topasizlar bunaqa ajoyib qo'ygan mahsulotlari. Narxlariga keladigan bo'lsa, juda ham qiziq, videoda oxirida aytamiz. Kommentariyada zo'rga olmanglar yana. Bu ikkiligi, buni oldi orqasida umuman so'z yo'q, oddiygina qilib ishlab qo'yishdi. Eng qizig'i Rossiyadan to'g'rima-to'g'ri olib keltiryapmiz. Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri aka. To'g'ridan-to'g'ri olib keltiramiz. Hech narsa. Hech qanaqa tizilib, o'zini boshqa bo'lgani yo'q. Endi kirgan joylari bor, lekin siz xarid qiladigan bo'lsangiz, упаковкаning ichida juda ham chiroyli bo'lib boradi, tekis mo'shning bo'lib. Xo'p, bu mahsulotning narxlariga keladigan bo'lsak, mahsulotni o'z bilgan biladi, aytishim shart emas. Rossiyada mashhur deb eshitdim aka buni Rossiyada. Rossiyada mo'shning eng mashhur mahsulotlardan bittasi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 5 ligini 29 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xudo xohlasa tushib beramiz, Xudo xohlasa tushib beramiz, ko'proq oladiganlar bo'lsa. Bu mahsulot bir donasi 1 kvadrat bo'lmaydi, 0,7 bo'ladi, yana aytib qo'yay. Bir donasi 29 ming so'm. Xo'p. Uchligiga keladigan bo'lsa, bitta listda 29 ming so'm. Adashib qolishim. Bitta listda 29 ming so'm. Mana shu bitta listda 29 ming so'mdan. 29 ming so'mdan va uchligiga keladigan bo'lsak, bir donasini 18 ming so'mdan beryapmiz. Xudo xohlasa kamini qilib beramiz. Kamini albatta qilib beramiz. Kami bo'ladi. Xo'p, ikkiligiga keladigan bo'lsak, 13 ming so'mdan beryapmiz. O'zingizlarda bo'layotgan, sotayotgan mahsulotlar bilan solishtiraverasizlar narxlarini. Bemalol raqobatlashib ko'radi bu mahsulot. O'zbekistonda chiqmaydi, Rossiyadan to'g'rima-to'g'ri olib keltiryapmiz. Hatto qaranglar, Rossiyadan to'g'rima-to'g'ri olib keltirayotgan bo'lsak ham narxlari ancha arzon qolganlarga qaraganda. Shu yerdan bilib qo'ysanglar bo'laveradi o'zi. Qay darajada sifatli va yaxshi mahsulotligini. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, pastga nomerlar qoldiramiz. O'zingizlar xohlagan miqdorda yetkazib beramiz. Xudo xolasa tagi bor. Manzilimizni ham aytib o'tib ketsangiz. Manzilimiz, yaxshi eslatdingiz. Manzilimiz Andijon shahar, Soy ko'cha, Mazzavod ichkarisida, eski Mazzavod ichkarisida kelib bemalol xarid bo'laveradi. Undan tashqari bizni showroomimizda boshqa mahsulotlar ham bor. Mana orqangizda ham ko'rsatsangiz, aboylarimiz, undan tashqari mayda detallargacha bor hammasi. Buni bu yerdan ko'rsatib qo'yay. Travertinlarimiz. Travertin. Xudo xolasa hamma ishda o'zimizga kelib bitirib kelsanglar bo'laveradi. Hamma yo'q bor.